Tengsizliklarimiz ham tenglamamiz bilan ishlanish jarayonlari bir xil. Faqat javob olayotganimizda boshqacharoq, e'tiborliroq bo'lib olish kerak bo'ladi. Salgina bitta javob qolib ketib qolsa ham xato hisoblanadi. Hozir men sizlarga shuni ko'rsatib beraman, lekin oson. U darajada murakkab emas. E'tibor berib turasizlar. Masalan, x - 7 katta 0. Masalan, tenglamada ishlashimiz mumkin edi, yechimlar olishimiz mumkin edi, to'g'rimi? Bitta javob chiqishi mumkin edi, ikkita javob chiqishi mumkin edi, uchta javob chiqishi mumkin edi. Boring yana 10 ta javob chiqishi mumkin edi. Tengsizlikda esa minglab, millionlab, cheksizlab javoblar chiqadi. Hozir shuni ko'ramiz. Mana e'tibor beringlar. Masalan, x - 7 katta 0. Ya'ni tenglamada ham, tengsizlikda ham asosiy shart nima? Ma'lum i noma'lumlar deb ajratib olamiz. Ya'ni ma'lumlarni bir tarafga, noma'lumlarni ikkinchi tarafga olib o'tamiz. Ya'ni olib o'tadigan bo'lsak, -7 ni nari tarafga olib o'tsak, nima bo'ladi? 7 bo'lib qoladi. Endi masalan, strelka, ko'ryapsizlar? Mana strelkani tushuntirib qo'yaman sizlarga. Masalan deydi, mana strelka bo'yicha yursang, yetishariga yetib borasan degan, masalan, ko'rasizlar yo'llarni, to'g'rimi? Xo'p, unaqa bo'lsa, mana nima degani? 7 dan strelka bu yoqqa qaratib qo'yibdim, ko'ryapsizlarmi? Bu degani 7 dan katta qiymatlarni qabul qilsin degan ma'noni bildiradi. Javob nima bo'ladi? Javobimiz mana shu holatda qolishi ham mumkin. Yana bir marta, ya'ni ona tili o'qiydigan o'quvchilarimizga yana sinonim variantini ham aytaman. Yana shunga o'xshash variant. Qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni javobimiz 7 dan katta. 7 dan katta. Buni cheksizlikkacha. 7 dan katta bo'lgan har qanday qiymatni qabul qilaveradi degan ma'noni bildiradi. Faqat 7 dan kichikni qabul qilmasa bu. Yana bir marta yana sinonim varianti qaranglar. Javob qanday bo'ladi? Mana bu son o'qi. Son o'qida 7 degan nuqtani belgilab olamizda. 7 degan nuqtani belgilab olamizda. Mana shu 7 dan strelka bu yoqqa qarab qo'yaptim mana. Ko'ryapsizlarmi? Javob mana shu yerda bo'ladi deysizlar. Mana. Demak, ko'pincha javoblarimiz mana bu holatda bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, endi yana misollarga e'tibor beringlar. Xo'p. Masalan, 5-savol. 5-savolda 3 plus 2x kichik 7 ekan mana. Demak, bu yerda nima qilamiz? 2x, yana ma'lumlar bir tarafga, noma'lumlar ikkinchi tarafga. Mana 7. Plusimiz nima bo'lib o'tadi bu tarafga? -3 bo'lib o'tadi mana. 2x 4 mana. Endi bu yerdan x topadigan bo'lsak, 4 bo'lingan 2 bo'lib qoladimi? Va bu yerda yechimimiz qiymati 2 dan strelkani ko'ryapsizlarmi? Bu yoqda. Ya'ni 2 gacha bo'ladigan javoblar degani. Ya'ni nima? Qaranglar, mana uni son o'qini chizib olasiz. Mana bu son o'qi. Son o'qida 2 degan nuqtani belgilab olasiz. Strelkaga qarab turib, strelka bo'yicha yurib qo'yasiz. 2 dan bu yoqqa yur deyapman. Ko'ryapsizlarmi? Mana 2 dan bu yoqqa. Ya'ni javobimiz mana negacha bo'lar ekan. Bu degani nima degani? Bu, ya'ni bu yoqqa ya'ni bu yoqqa qarab ketganimiz sari biz borgan sari sonlarimiz qiymati nima bo'ladi? Kichiklashib boradi. Kichiklashib manfiy o'tib ketamiz, to'g'rimi? Ya'ni minus cheksizlikdan nimagacha? 2 gacha degan ma'noni bildiradi. Javobimiz mana shu holatda qoladi. Endi yana bitta sekretni yeri qarab turinglar. Mana tengsizlikda ishlaysiz, minus x katta 3 deylik. Mana tengsizlikda ishlaydi. Noma'lum oldida manfiy ifoda paydo bo'lib qoldi. Noma'lum oldida manfiy ifoda. Masalan, tenglamada zo'r edi bu. Masalan, -x bo'ladigan bo'lsa, x teng -3 deb qo'yardik, to'g'rimi? Tengsizlikda unaqa emas. Mana shu yerga yaxshilab diqqat qilib turasizlar. Mana minus bunga o'tkazib qo'yaman. Evaziga ishora ham billa aylanadi, o'zgaradi. Tushunarlimi? Demak, noma'lum oldida manfiy bo'ladigan bo'lsa, ishora ham nima bo'lar ekan? O'zgarar ekan. Qachon? Tengsizlikda, har doim. Faqat noma'lum oldida bo'lsa. Tushunarligi? Masalan, yana bitta misol ishlab qo'yamiz. Masalan, -x plus 7 da 5 deb turaylik. Mana qaranglar. -x 5 plusimiz nima bo'lib o'tadi? -7 bo'ladi. -x -2. Noma'lum oldida manfiy bor. Ikkalasi ham manfiy bo'lganligi uchun manfiylar tashlab yuborishingiz mumkin, lekin noma'lum oldidagi manfiy borligi hisobiga ishoramiz nima bo'ladi? O'zgarishni hisobga olib qo'yasiz. Tushunarlimi? Mana shu yerini tenglamadan farqli tarafi mana shu yerda. Ishlashning farqli tarafi shu yerda. Ya'ni javobimiz nima degani? 2 dan mana shu tarafga qarab. Ya'ni 2 dan katta qiymatlar degani, mana bu qiymatlar. Ko'ryapsizlar?
Strelkaga qarab turib bilib olsanglar bo'ladi. Bunday qilsanglar ham bo'ladi. Masalan, o'zingiz farqlash uchun ne strelkaga qo'ysangiz ham bo'ladi, masalan. Ya'ni ikkidan nima bo'lsin? Katta bo'lsin. Ya'ni javobimizni yozamiz. Javobimiz qanday yoziladi? Javobni 2 degan nuqtani belgilab olamizda, mana shu 2 dan bu yoqqa qarab turib chizma chizib qo'yamiz. Bunday qilib qo'yasizlar. Ya'ni javobimiz nima bo'ladi? 2 dan katta qiymatlarning barchasi bo'la oladi degan variant kelib chiqadi. Tushunarlimi? Xo'p, endi misollarga o'tamiz. Demak, 6-misol. 6-misolda ham ishlab qo'yaylik endi. 6-savolda 5x minus 8 5x minus 8 2. Nima qilamiz? Asosiy shart ma'lumlarni bir tarafga, noma'lumlarni bir tarafga olib o'tamiz. 5x teng qilib qo'ymanglar. Katta 2 plus 8 dan. Demak, 5x qo'shsak 10. X 10 bo'lingan 5. 10 ni 5 ga bo'lsa nima bo'ladi? 2 bo'ladi. Bugun javoblarimiz hammasi 2 chiqar ekan bizga. Demak, 2 degan nuqtani belgilab olamiz. Strelkaga qaraymiz. 2 dan bu yoqqa qarayaptimi? Biz ham strelkani bu yoqqa qaratib qo'yamiz. Ko'rasizlarmi? Strelkani ko'rasizlarmi? Mana strelka bilan bu strelka ustma tushadi. 2 dan nima bo'lsin? Cheksizlikgacha bo'lgan sonlarni qabul qilaveraman. Qo'yavering degan. Tushunarlimi? Ishonmasangiz bir sinab ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 2 da qaranglar, gapimni boshida aytayapman. 2 dan katta deyapman. 2 dan katta deganda 2 tushunmaysizlar, to'g'rimi? Endi yana bitta narsa bor. Tengsizligimizda masalan, mana shu yerda gapirib o'tib ketaveraylik buni ham. X katta yoki teng 2 ham bo'lib qolishi mumkin. Mana bunaqa variant ham bo'lib qolishi mumkin javoblarimizda. Tengsizliklarimiz 2 ga bo'linardi-ku. Ya'ni qat'iy tengsizliklar va noqat'iy tengsizliklar. Ya'ni mana bu qat'iy. Qat'iy ham katta. Mana bu noqat'iy. 2 ham bo'laversin degan. Ya'ni 2 ni o'zi ham kiraveradi degan. Ya'ni u qanday belgilanadi? Bunday olasizlarda, bunday qilib qo'yasizlarda, dumaloq prosta bo'yaladi. Tushundinglarmi? Shuni bo'yab qo'yasizlar. Farqli tarafi mana bunda. Demak, qat'iy tengsizliklarda ichi bo'sh qolar ekan, noqat'iy tengsizliklarda esa ichini bo'yab qo'yasizlar. Ikkalasini ishlash farqi nimada? Ichga ko'proq siyoh ketadi bunda. Bo'yash kerak chunki. Tushunyapsizlarmi? Javob olamiz qanaqa? Javob olayotganinglarda mana bunday javob olayotganlik. Endi mana bunga qanaqa javob olinadi? Mana bu yerga yozib qo'yaman, qaranglar. 2 dan cheksizlikgacha 2 ham kiraveradi, mayli degani mana to'rtburchakka avsga olib qo'ying degan. Tushunarlimi? Shu ikkita tengsizlikda, ya'ni bir-biridan farqli. Qat'iy tengsizlik bilan noqat'iy tengsizlikning farqi mana bunda. Qo'yishdi. Shu. Tushunarligi? 9-misol. Bu yerda 3x plus 4 5x minus 6 berilibdi. Endi bu yerda nima qilish kerak? Yana o'sha ideya. Ya'ni ma'lumlarni bir tarafga, noma'lumlarni ikkinchi tarafga. 3x minus 5x minus 6 minus nima bo'ladi? 4 bo'ladi. Ya'ni plus 4imiz bu tarafga minus 4 bo'lib o'tyapti. 3x dan 5x ni ayirib qo'ysak, minus 2x hop, katta bo'lyapti. Minus 6 minus 4 minus 10. Minuslar tashab yuboramiz, evaziga ishora o'zgaradi. Ko'rasizlar? Demak, noma'lum oldida minus bo'lganligi uchun ishora o'zgardi. O'zi aslida. X'imiz nima bo'lyapti? 10 ni 2 ga bo'lsak 5. Ya'ni tengsizligimiz 5 dan bu yoqqa qarayapti ekan. Buni chizib qo'yamizda. Son o'qini belgilaymiz. Son o'qidan 5 dan strelkamiz bo'yicha harakatlanadi. Ko'rdinglarmi? Ya'ni javobimiz nima bo'ladi? Bu yoqdan 5 gacha. Ya'ni bu yerdan boshlab bo'lganligi uchun minus cheksizlikdan nimagacha deymiz? 5 gacha deb qo'yamiz. Nuqtali virgulni qo'yib qo'yasizlar. Javob tayyorda mana. Tushundinglarmi? Bu 9-misol edi. Endi keyingi misolimiz mana bu 13 ga o'xshagan savollarni bir ko'rib qo'yamiz. Mana shu o'rtasidan bo'lgan chizig'imni 13. 13 berilishiga e'tibor beringlar-da. 13 da 3 x plus 2 4x minus 5 berilyapti ekan. Demak,
birinchi fikr qavs ochamiz, ikkinchi fikr soddalashtiramiz. Boshladik. Qavs ochilayotganda har biriga ko'paytirilishda esdan chiqarib qo'ymaymiz. 3x 3 kere 2 6. Tengsizlik qo'yaman. 4x minus 5. Endi bu yerda nima bo'ladi? 3x minus 4x minus 5 plus 6 miz minus 6 bo'lib o'tyapti. 3x dan 4x ayirib qo'ysak, minus x mi? Tengsizlik minus 11. Noma'lum holda manfiy bor ekan. Tashlab yuboraveraman. Ikkalasidan minus borligi uchun plyusga aylanib qolaveradi. Buni bunday qilaylik, men shuncha xavfli harakatlar qilyaptim hozir. O'chirib turamizda. Tashlab yuboraveramiz. Ikkalasidan minusligi uchun tengsizlik nima bo'ladi? O'zgaradi. Endi 11 dan yiqilamizda 11 nuqtani belgilab olamiz. Bu yoqqa qaratib qo'yamiz mana. 11 dan bu yoqqa qarab, cheksizlikgacha. Ya'ni javobimiz nima bo'ladi? 11 dan katta javoblar bo'ladi. Mayda nuqtali belgi bo'ladi. Bu 13-chi misolida 14, 15, 16, 17 17-ni ishlaymiz ekan. 17 da uzun misol berib qo'yibdi. Bu misolni ko'rib duxni berib qo'yish yo'q. Hozir soddalashtirsanglar bu kichkina misolchaga aylanib qoladi. 3 2x plus 2 tengsizlik 5 3x minus 4 3x minus 4 qo'shilingan 2 x minus 1. Mana. Qari, o'quvchilarga keladigan fikr. Uzun ekan, endi nima qilaman degan fikr keladi. Endi nima qilish kerak? Endi qavs ochish kerak. Qavs ochish kerak. 4x plus 3 kere 2 6x 3 kere 2 6 tengsizlik qo'yamiz. 5 kere 3 15 h'si bor ekan mana. Qo'yib qo'yamiz. 5 kere minus 4 minus 20. Qavs keyingisini ham ochamiz. 2 kere x 2x bunisi ham minus 2. Endi kichkinagina misolchaga aylantirib qo'yish uchun nima qilish kerak? Ma'lumlarni bir tarafga, noma'lumlarni ikkinchi tarafga olib o'tamiz. 4x plus 6x minus 15x minus 2x. Avval bu tarafda soddalashtirib olib o'tsak, yana ham zo'r bo'lardi. Bu ishni qilmadik. Endi bu yerga oxirigacha davom etib boramiz. Minus 20 minus 2. Ya'ni bu tarafga olib o'tyapmiz. Nimani olib o'tyapmiz? Ya'ni ma'lumlarni olib o'tayotganligimiz uchun bu tarafdagi ma'lumlarni birinchi yozib olishimiz kerak bo'ladi. Minus 6. Hisoblasak 4 ga 6 qo'ysak 10x. Bundan ayrilsa minusdan 7x. Bu taraf hisoblasanglar minusdan 28. Ikkala tarafda ham minus borligi uchun minusga ko'paytirib olsak nima bo'lib qoladi? Plus bo'lib qoladi, lekin ishora aylanadi. Tengsizligimiz kichik turgan ifoda katta, katta turgan ifoda esa kichikka aylanib qoladi. X tengmasa 28 7 ga bo'lsa nechga kelib chiqadi? 4. Endi 4 dan nima deyapti? Katta javoblarni qabul qilaveraman deyapman. Javobimiz 4 dan nimagacha ekan? Cheksizlikgacha bo'lgan javoblar ekan. Bu demak 17-savol edi. Tushundinglarmi mashagacha? Bu yerda 21-savolda endi nima qilish kerak? 5 bilan 9 ga umumiy mahraj nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Birinchi qiladigan ishimiz. 5 bilan 9 ga umumiy mahraj nima bo'ladi? Bularni ko'paytmasi bo'ladi. Demak, umumiy mahraj necha ekan? 45 ekan. 45 bo'ladigan bo'lsa, 45 ta ichida 5 talikdan nechta bor? 9 ta bor. 45 ta ichida 9 talikdan-chi 5 ta tepasiga yozib qo'yamiz. Mahrajlar endi kerak emas. Tengsizlik 5 plus 3 mana bunday qilamiz. Endi просто qavs ochib chiqamiz. 9 kere 2. 9 kere 3. Tengsizlik 22 plus 15 mana. Endi bu tengsizlik ishlayotganimizda yana ma'lumlar bir tarafga, noma'lumlar ikkinchi tarafga. Demak, 18x dan 22 ayirsak minus 2x. To'g'rimi? 15 dan 27 dan ayirsak minusdan necha bo'ladi? Minus 12. Mana. Endi x topadigan bo'lsak, tengsizligimiz o'zgaradi, to'g'rimi? Mana. Ishora tashladim. 12 mana. Endi x'imiz 6. Demak, 6 dan kichkina javob berar ekan. 6 dan bu yoqqa qaratib qo'yasizlar javobni. Ya'ni minus cheksizlikdan nimagacha? 6 gacha.
Nuqtali belgi. Demak, 21-savol mana shunda ishlaymiz ekan. Endi, meni shu 25-savol ko'zim olyapti, qaranglarchi. Demak, 3x plus 5 taqsim 2 katta yoki teng x plus 3 taqsim 4 va plus 5x plus 1 taqsim 2. Nima qilish kerak bu yerda? Umum mahraj berish kerak. Umum mahraj 2, 4, 2 sonlariga umum mahraj necha bo'lib bo'laveradi? Ne qilasizlarda umum mahraj 2 ekan. 4 ekan deb aytishlar mumkin. 4 bo'ladi emas. 4 ichida ikkitalikdan nechta bor? Tepasiga yozib qo'yamiz. 4 ichida to'rttalikdanchi? Bitta. 4 ichida ikkitalikdan ikkita. Mana. Endi mahrajlar kerak emas. Mahrajlarni yozaveramiz. 2 ko'paytirilgan 3x plus 5 tengsizlik 1 ko'paytirilgan x plus 3 qo'shilingan 2 ko'paytirilgan 5x plus 1. Endi tengsizlikka e'tibor beramiz, qavslar ochib chiqamiz. 6x plus 10 tengsizlik x plus 3 qo'shilingan 2 kere 5. 10x plus 2. Hop, endi bir tarafga olib o'tamiz. 6x minus x minus 10x 3 plus 2 minus necha? 10. Hop, hisoblasak necha bo'ladi? Minus 5x. Minus 5. Noma'lum holda manfiy turibdi, ko'ryapsizlar? Bu tarafda haligi manfiy yoki musbat bo'lishini qizig'i yo'q. Noma'lum holda manfiy tursa ishora o'zgaraveradi. Demak, minuslar 5x mana 5. Ko'rdinglar? Ya'ni ikkala tarafda minusga bo'lib o'rganligimiz uchun demak ishora o'zgaradi. Ya'ni bu yerda x qiymati 1. Birdan nima o'sishi kerak ekan? 1 ga teng. Mana ichini bo'yab qo'yasizlar endi. 1 dan bu yoqqa qarab. Minus cheksizlikdan nimagacha degani bu? 1 gacha degan ma'noni bildiradi. Mana shunaqa qilib ishlayveramiz bularni. Endi bu yog'i 30-savollarga e'tibor bertinglar. 30-savollar yoki 28 yoki 29. 29-savolni mana bu yerga yozaman, qarab turinglar. 29da x plus 3 kvadrati x plus 3 ni kubi ekanmi? Uni doskamizni sig'may qolar ekan bu. Doskani o'chirib yuboramiz, keyin yozamiz ekan bu. Tengsizliklarni mana bu turda tengsizlar ishlayotganimizda nima qilish kerak? Bu juda ham oson. Nima qilasiz? Navbat bilan ishlaysiz. Avval buni, keyin buni. Tushunarlimi? Keyin nima qilasiz? Javoblarni bitta birlashtirib qo'yasiz. Masalan, hozir olamiz. Hop. Birinchi yoza olaman. 3x plus 4 7. Mana uni ishlayapman men hozir. Boshladim. 3x 7 plus 4 nima bo'lib o'tadi? Minus 4 bo'lib o'taveradi mana. Qaranglar. 3x 1 ishlab qo'ydikmi? Bo'ldi, tugadi bu. Endi keyingisiga o'tamiz. Bu degani birdan katta javoblarni qabul qilaman deyapmiz, to'g'rimi? Endi 2x minus 3 mana bunday olib turmasam, o esimdan chiqib qoladi. Mana shu javob ekanligi. Olib qo'ysanglar, javobinglar ajralib turadi. 9 2x 9 plus 3 bo'lib qoladi. 2x javobini yozib qo'yibman mana to'g'ri. 12 x 6. Endi qaranglar, mana shu yerdan ya qiziq yeri. Men deyapti. Mana tengsizligimizni olamiz. Mana shu ikkala javobimizni birlashtirib qo'yamiz. Mana 1 degan nuqta bilan 6 degan nuqtani yozib olaman. 1 mana bu yerda keladi, 6 esa mana bu yerda keladi, to'g'rimi? 1 dan kattalik uchun 6 bu yerda keladi. Endi qaranglar. Men 1 dan kattaman deyapti. 1 dan kattalar bu yerda bo'ladi. Bu aytayapti 6 dan kichik bo'laversin deyapti. Ko'rasizlar? Endi javobingiz umumiy bo'lishi uchun, ya'ni tenglamalar sistemasi degani nimasi? Nima degani o'zi aslida? Ya'ni ular uchun umumiy yechim degan. Umumiy yechim uchun umumiy javoblaringiz mana bu yerda bo'ladi. Nimaga bu yer bo'ladi?
Chunki ikkala javobingizni ham qanoatlantiradi. Ya'ni javobingiz birdan katta bo'lsin deyapsiz, to'g'rimi? Lekin oltidan kichik bo'lsin deyapti mana bu yerda. Ya'ni javobimiz nima bo'ladi ekan bu yerda? Birdan nimagacha ekan? 6 gacha. Bunday qilib qo'yasiz mana. Tushundinglarmi? Endi keyingi misollar. Keyingi misollarda 31 edi, 35-savol qaranglar. 35-savolda ishlayotganimizda 3x plus 1 deymiz. 3x plus 1 katta 10. Keyingisi 2x minus 2. 2 yoki teng 4. Tenglamalar sistemasi. Tenglamalar sistemasi ishlayotganimizda avval birinchisini ishlab olyapman. 3x plus 1 10 ishlab olyapman. Demak 3x 10 minus 1 3x 9x 3 mana. Ko'rdinglar? Javob 3 dan bu yoqqa qarab ketar ekan. Endi keyingisini ishlab olaman, javobimni отдельно belgilab qo'yaman. Ne qilib? Endi bunisini ishlayman. 2x minus 2 katta yoki teng 4. Minus 2 bu yerda ma'lum bo'lganligi uchun ma'lumlar tarafga o'tamiz. 2x katta yoki teng 4 plus 2. 2x ishora o'zgaradimi? Yo'q, chunki noma'lum oldida musbat ifoda turibdi. Mana 3 dan endi nima bo'ladi? Javobimiz qaranglar. Ikkalasi ham bir xil son chiqdi-yu. Ikkalasi ham bir xil son chiqib qoldi. Endi nima bo'ladi? Qaranglar. Men bir paytda o'zida ham bo'yab, ham ochiq qoldira olmayman. Shuning uchun, qarang, ikkalasi uchun ham umumiy javob nima bo'ladi? 3 ga teng, qaranglar. 3 ga teng va 3 dan katta javoblar deyapmiz mana bu yerda. Mana bunda esa 3 dan katta deyapmiz. Umumiy javob nima bo'ladi deb bilasizlar? 3 ta o'zini qabul qila olmaydi. Nimaga 3 ta o'zini qabul qila olmaydi? Chunki 3 ta o'zini qabul qilsa mana xafa bo'lib qoladi. Chunki bunga 3 kirmaydi-yu, to'g'rimi? Endi faqat bitta 3 degan javob, ya'ni mana shu holatda nima qilasiz? Mana o'z olasiz. 3 dan nimalar? Katta qiymatlar. Chunki 3 dan katta qiymatlar ikkalasi ham qabul qilaveradi. 4 degan qiymatni o'yga qo'ysangiz bo'laveradi mana. Tushundinglar? Faqat tengligini nima qilib qo'yamiz? Mana shu holatda yo'qotib qo'yasizlar endi. Umumiy holatda 3 dan katta javoblar bo'ladi endi bu yerda. Xo'p, keyingi savollarimiz, bu demak 35-savolni ko'rib olgan bo'lsak, 35 dan keyingi savolimiz qaysini ko'rib qo'ysak ekan? Mana bu yerda teng kasrli savol kelyapti. Mana 39. 39 da x taqsim 2 x plus 1 taqsim 3 va keyingisi esa x taqsim 3 tengsizlik x plus 1 taqsim 4. Endi nima qilish kerak? Buni ichi birinchi bitta soddalashtirib qo'yaylik-da. Kasrni yo'qotaylik. Kasr 2 bilan 3 ga 6. 3 bilan 4 ga 12 bo'ladi. Kimlardir kasr ko'rsa yuragi siqiladi-da. Qiyinga o'xshab ko'rinadi. Kelib, buni sal qulayroq holatga olib kelamiz. 6 ning ichida ikkitalikdan nechta bor? 3 ta. 6 ning ichida 3 talikdan-chi? 2 ta bor. 12 ning ichida 3 talikdan 4 ta, 12 ning ichida 4 talikdan 3 ta. Mana yozib oldim. Endi buni kasr holatda yozib, oddiy holatda yozib qo'yaman. 3x 2 x plus 1 mana. Hop, keyingisi esa 4x 3 x plus 1 mana. Tengsizlikni qilib ochamiz-da. Endi qaranglar, avval qanday edi-yu, keyin qanday bo'ldi? Avval kim eding-yu, hozir kim bo'lding degan naql bo'liblarga. Xo'p, endi bu nima qilamiz? Birinchisini ishlaymiz. 3x 2 x plus 1 ni ishlayapmiz mana. Nima qilamiz endi buni ishlayotganimizda? Qavslarni ochib olishimiz kerak. Soddalashtiramiz. 3x 2x plus 2 mana. Ma'lumlar bir taraf, noma'lumlar ikkinchi taraf. Yana 3x minus 2x 2 3x dan 2x ayirsak, bitta x qolaveradimi? Mana 2 ni yozdim. Hop, bunday to'rtcha qavsga olib qo'yamiz. Javob qarayotganda bittada ko'zingizga tashlanishi uchun. Endi keyingisini ishlaymiz mana buni. Hop, 4x
Hop. 3 x plus 1 mana. Soch tashlaymiz buni ham. 4x 3x plus 3. Endi bir tarafga olib o'tsak, 4x minus 3x 3 mana. Va 4x dan 3x ayirsak 3 degan ifoda chiqadi. Mana buni ham blokka olib qo'y, to'rtburchakka olib qo'yaman. Endi nima qilamiz? Nuqtalarga e'tibor beringlar. Mana bu javobimizda aytayaptiki, nuqtalar belgilab olamiz. 2 degan nuqta birinchi keladi, 3 degan nuqta keyin keladi. Mana 2 ni strelka bo'yicha harakatlanamiz. 2 dan qaysi tarafga qarab ketyapti strelkangiz? Ko'ryapsizmi? Bu yoqqa qarab ketyapman. 3 danchi? Bu yoqqa qarab ketyapti. Minus cheksizlikdan 2 gacha, 3 dan plus cheksizlikgacha deb qo'ysalar, xato bo'ladi. Nimaga bo'ladi aytaymi? Hozir o'ylanglar, men bitta savol beraman hozir mana shu yerda. Mana shu momentda shunday son topingki, u son 2 dan kichik bo'lsin. O'ylanglar. Shunday son topingki, u son 2 dan kichik bo'lsin. Lekin 5 dan katta bo'lsin. Kim top bersa, mana shu yerda o'zi telefonim sizlarga. Bunaqa son yo'q. Telefonni ham beraman. Xo'p, yaxshi. Demak, unaqa soni yo'q deb o'zingizlar mantiqan xulosa chiqaryapsizlar, to'g'rimi? Demak, bu yerda nima bo'lar ekan? Bo'sh to'plam bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Ya'ni bir paytda o'zida deyapti-da, hozir aytib turgan gapimiz, bir paytda o'zida u son 2 dan kichkina, lekin 3 dan katta bo'lsin degan gap ketyapti hozir mana bu yerda. Tushunarlimi? Ana shuning uchun bo'sh to'plam. Bo'sh to'plam holatida qanday olishni yaxshilab o'rganib olinglar. Sizliklarimiz sistemasini yechishimiz uchun avval soddalashtiramiz. Yana shu ideyada soddalashtirib olish kerak-da. Uzun turgan misolni soddalashtirib qo'yasiz, kichkinagina misolchaga aylanib qoladi. Birinchi mana bundan boshlab olamiz. 3 x minus bir to'liq qavs ochib ketasan maylimi? Minus 3. Oldida minusi bor ekan, ko'ryapsizlar? Minus borligi uchun ishorani esda turib turasizlar. O ichkari kirib turganda, sen ichkari kirayotganda, mana bu yerga plus olib ketasan. Yoki agar mana bu yerda plus bo'lganda minus olib ketarding degan fikrlar bilan ishlab ketasizlar. Mana shu yerda xato qilmasanglar, xato qilmaysizlar. Boshqa yerda xato qiladigan yer yo'q-da o'zi. Xato qilishingiz mumkin bo'lgan yer mana shu xolos o'zi aslida. Yoki yana bitta xato qilishingiz mumkin bo'lgan yer nimada aytaymi? Hisob kitob yo'q, qo'shib berayotganda. 2 ga 3 qo'shganda kimdir 6 deb qo'yadi. Minus 4, to'g'rimi? Keyingisi minus 2 ni, demak buni ko'paytirganimizda plus 6x 5x minus 3. Endi x borlarni bir tarafga olib olamiz. 3x plus 6x minus 5x. Hop, keyingisi minus 3 ni birinchi yozib olamiz. Mana shu minus 3 ni yozib, bo'pti, mayli. Yo'qolib ketardi, shuni tashlab yuborsanglar bo'laveradi demoqchi. Minus 4 bu yoqqa olib olsak plus 4 mana. Endi 3x 6x 9x 9x dan 5x dan ayirib olsak, nima qoladi? 4x qoladi. 4x u natijada nimaga kelib chiqyapti? 4 va x 1 mana. Uzoqdan qarasangiz ham ko'rinishi mana bunday olib qo'ying. Endi nima qilasiz? Mana buni ishlaymiz. Qavs ochamiz bunda ham. 8x minus 3 kare 2 minus 6x, keyingisi minus 15. Tengsizligimizni qo'yamiz. Qanday edi? Kichik bo'ladigan bo'lsa 2x minus 14 mana. Endi x ni bir tarafga terib olamiz. 8x minus 6x minus 2x minus 14 plus 15. Endi mana bunda ishlasanglar, bu tarafga nima bo'lyapti? 0 bo'lib qolyapti. Bu tarafchi 1 bo'lib qolyapti. Endi qaranglar. Javobimiz nima chiqdi endi? 0 0 kichkina 1 dan deyapti. Nima endi bu? 0 1 katta 0 dan deganimiz. 1 katta taraf turibdi mana. Mana bu tengsizlikka qaraysizlar. Mana bu tengsizligimiz rostmi, yolg'onmi? Mana bu ifodamiz rostmi, yolg'onmi? Yolg'on. Yolg'onmi? Qaranglarchi yaxshilab. Rost, ya'ni 0 bu yerda ko'rinib turibdimi?
Xo'p, bu ifodamiz nima bo'ldi? Nimaga kelishib oldik? Rost. Rost ekan. Bir kattaligi rostmi? Noldan? Ha, bo'pti-da. Ko'rib turibsizlar. Rost deyman. Rost degan nima degani? X o'rniga xohlagan qiymat qo'ysangiz, mana bu tengsizligingizchi har doim o'rinli bo'laveradi degan. Ya'ni 0 katta 1 bo'lsa, rost bo'ladi. Buni javobi qana bo'ladi? Minus cheksizlikdan plus cheksizlikkacha bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni son o'qini chizib qo'ysangiz bo'ldi, ash javob bu. Uniki. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni mana bunaqa javob chiqib qolsa, son o'qini chizgan yeringiz javob hisoblanaveradi. Endi mana bu bilan mana bu ikkalasini bular javob bo'lganligi uchun birlashtirib qo'yamiz. Birlashtirib qo'ysak, ya'ni faqatgina mana birni chizaman-da, birdan bu yoqqa. Endi birdan bu yoqqa degan javob chiqadi. Mana buni-chi javobi. Buni javobi o'zi mana, xohlagan qiymat qabul qilaveradi. Tushunyapsizlarmi? Endi mana bu tengsizlik bilan ikkalasini birlashtirganimizda javobimiz nima bo'lib qoladi? Faqat mana bu yer bo'lib qoladi. Ya'ni javobimiz bo'lib qolyaptiki, birdan nima bo'lsin? Cheksizlikkacha bo'lgan javoblarni qabul qilamiz. Nima? Ikkalasi umumiy holatda. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi savolimiz endi mana bu turdagi, ya'ni 46-savolga e'tibor beringlar, qo'sh tengsizlik kelyapti. Qo'sh tengsizlik. Qo'sh tengsizlik emas, qo'sh tengsizlik. Demak, 3. Hozir bitta bu misolda ikki xil ishlash usulini ko'rsatib beraman. Sizlarga qaysi biri yoqsa, ana shundan foydalanishingiz mumkin. Birinchi qaysi birini ko'rsatib bersam ekan, qiyinrog'ini, osonrog'ini. Qaysirog'ini? Qiyinrog'ini. Qiyinroq emas, o'zi aslida, ya'ni mana bu turdagi tengsizliklarni ishlashda umumiy yo'lni ko'rsatib beraman. Umumiy yo'li qanday bo'ladi? Bunday qilasizlar. Bunday qarab olasizlar. Managicha bitta qaraysizlar. Bu yoqqa ko'zingizlar tushmay turibsiz. Faqat mana shu yergachaman. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni yozib olaman. 3 2x plus 7. O'zi bitta mana shu tengsizlikda, o'zi bitta anaqa bu. Tengsizliklar. Endi mana buni qaranglar. Managicha bitta qarab olasizlar. Yozib olaman. 2x plus 7 deb qo'yasizlar. Ko'rdinglarmi? Tengsizliklar sistemasiga aylantirib qo'ydik. O'zi qo'sh tengsizlik o'zi aslida nima ekan? Tengsizliklar sistemasi ekan o'zi aslida. Mana bu turishi sizlarga noqulay bo'lsa, buni bunday qilsanglar bo'ladi. Mana 2x plus 7 3 kichkinamidi? Mana kichkina bo'lib turibdi mana. Bilasizlarmi? Mana bunday olib olishingiz mumkin. Endi mana buni ishlab qo'yasiz. Birinchi boshladik. Mana buni ishlashni boshladim. 2x 3 minus 7 2x minus 4x minus 2. Bunday olib qo'yamiz. Endi mana buni ishlaymiz. Qaniydi? Mana buni ishlab qo'yamiz. Ya'ni men yozyapman. 2x plus 7 nima edi? 11 edi. 2x 11 minus 7. 2x 4. x 2. Endi mana bu javobimiz bilan bu javobimizni umumiy bitta yaxlit qilib javob olib qo'yamiz. Qanday olamiz? Ne qilasizlarda? Minus 2 ni bitta chizib olamiz. 2 ni ham chizib olamiz. Faqat bu esdan chiqaramiz. Noqat'iy ekan. 2 ni o'zi ham kiraveradi degani. Endi buni rostlab olganingizdan keyin javoblarni nima qilasiz? Minus 2 dan bu yoqqa qarab kesma chizamiz. Ne qilamiz mana? 2 danchi qaysi tarafga qarab turibdi strelka? Mana, ko'ryapsizlar, chapga qarab ketar ekan. Bu yoqqa qarab chizib olamiz bunday. Endi javoblarni birlashtirib qo'yamiz. Javob nima bo'lar ekan? Minus 2 dan 2 gacha. Ko'ryapsizlarmi? Oson yo'lni ko'rsatib beraymi? Uni tengsizligimiz o'zi mana bu edi. 3 katta 2x plus 7 11. 17 ni ko'ryapsizlarmi? Plus 7 mi? Tenglikdan olib o'tasiz. Chap va o'ng tarafga. Faqat ishorasi teskari qilgan holatda. 3 minus 7. 2x, to'g'rimi? 7 ni har tarafga o'tkazsa. 11 minus 7. 3 dan 7 ni ayirsak, 2 ga bitta qisqartiramiz. 2 ga bo'lib o'rayapmiz-da endi buni.
2'ye bölib olsak, minus 2. Bu degan nima degan? Minus 2 dan. Mana shu oson ekan. Yaxshi. Tushundinglarmi? Demak, bu yerda ikkalasi, demak, mana bu sizlarga tengsizliklar sistemasini umumiy ishlanish yo'li. Nechinchi misolda yozib qo'ymayapmiz? 40, 46 midi? Mana bu tengsizliklar ishlashning umumiy yo'li. Ota-bobolarimiz ishlab kelgan. Demak, mana bunisi ham ota-bobolarimiz ishlab kelgan, sal osonroq yo'li. Tushunarligi? Endi bu ifoda nima deyapti? Avval deyapti, meni deyapti, mana bu yergacha bitta ishlab ol deyapti. Keyin deyapti, mana bu yerni bitta ishlab qo'yaverasan deyapti. Ya'ni sizlarga men o'zbekcha ona qilib yozib beraman. 3x + 7 5x - 1 mi? Endi 5x - 1 nima bo'ladi? Tengsizlikni qo'yamiz mana tengsizlik bo'yicha. 7x - 9. Tengsizliklar sistemasini bunday qo'yasizlar. Oddiy bizni birinchi, ikkinchi ishlab yurgan misollarimiz o'xshab qoldi. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, endi birinchi buni ishlab olamiz. 3x + 7 5x - 1 3x - 5x - 1 -7. 3x dan 5x ni bitta ayirib qo'ysak, -2x qolaveradimi? Natijada -8 mi? Endi bu yerda x shunday o'zgarib qoladimi? Bunday qilib qo'yaman mana. Endi nima qilamiz? Endi keyingisini ishlab olamiz. 5x - 1 7x - 9. 5x - 7x tengsizlikni qo'yamiz. -9 plus nima? 1. Va mana bu yerga e'tibor bersanglar, 5x dan 7x ayirsak nima qoladi? Minusdan 2x. -2x. Endi mana bu yerdagi natija esa minusdan 8. Qarab turibsizlarki, minus. Minusdan tashlavoramiz. Evaziga ishorani o'zgartiramiz. Mana bunday qilib mana. Va bu yerda x'imizning qiymati 4 qiymatini tashkil qilyapti. Endi bir xil chiqib qoldi-yu. Bir xil chiqsa zo'rda. 4 dan cheksizlikgacha deb olish kerak edi. Ya'ni uni bitta olib qo'ysak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Ya'ni javobimiz mana bundan bo'lar ekan-da. Javobimiz 4 dan katta sonlarni qo'yaversangiz bo'laveradi deyapti. Tushunarlimi? Bugunga shu.